Xullas, biz sarguzashtlar yuziga tikib oqqaniga deyapmiz. Hozir bizda mana bu kemachalarimdan bittasiga o'tirg'izadi, aylantirib keladi. Mana bu yerda prям aeroport bor. Hozir mana bu kvadritsikllarni borib, joniga to'zim beraman hozir. Qaramang, nima deb o'ylayapsiz? Kim deb o'ylayapsiz meni? Uyat emasmi? Yoshingizni qarang, uyat emasmi? Sal uyalinglar, sal nima qilyapsizlar? Alloh rozi bo'lsin. Filipinskiy polsta bilan massa. Yerlarni ko'rdim, menga yoqdi. Shu ostrovni sotib olishim mumkin. Istos. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Men Arslonbek Almardonov. Preobrazovание kompaniyasi asoschisi. Kompaniyamiz 7 yildan beri musofir yurtdoshlarimizga Rossiya Federatsiyasida barcha kollej, universitetlarga kirishda yordam berib kelmoqda. Bizning studentlar hozirgi kunda Rossiya Federatsiyasida qonuniy ham o'qib, ham ishlab yurishibdi. Xullas, agar siz ham o'qishga kirmoqchi bo'lsangiz, bizning kompaniya sizga bunda chin ko'ngildan yordam berishga tayyormiz. Murojaat uchun raqamlar ekraningizda. Endi esa videoni ko'rishda davom etamiz. Все, сегодня наш день. Сегодня экстрим экскурсию. Ko'cha keldi. Ko'chaning ichiga parashokchalarni solyapmiz. И bitta apelsinovый сок. Bu 3 в одном bo'ldi-ku. Muzikadan обратно uyqungiz keladi. Выпуск ko'ryapman. Bu выпуск Jamshidni Angliyani qora tomoni degan joyi. Student bo'lib Angliyaga borib, nima ahvollarga tushganini ko'rsatyapti. Скорее всего, men ham bu videoni obzor chiqishga qaror qildim. Sababi juda ko'p o'zimizning yurtdoshlar yerda o'zini yo'qotib qo'yib, yangi hayot quraman deb, вообще bo'lmagan hayotga kirib qolyapti-da. Endi men shuni aytamanki, Rossiya bilan сравнить qiladigan bo'lsa, возможно, bu o'zimdan berilayotgan yordamlarga qarab aytadigan bo'lishi mumkin-u, lekin Angliyada ham xuddi mendaqa bitta kompaniya bo'lganda, bular bunaqa qiynalmasdi deb o'ylayman. McDonald'sga keldik, короче, kecha men bu yerda olomonida odam to'layotdi McDonald's. Motikchalarga vaqti maza qildim lekin. Короче, yana ovqatlanmasam meni qornim to'ymadi. Munchagina ovqat berar ekan u, blin. Ikkita vilkada yeb qo'ydim uni. Xullas, biz sarguzashtlar yuziga tikib oqqaniga deyapmiz. Bizda sarguzashtlar yuzi bilan yuzma-yuz qildiradigan odam mana bu yerda boshida ketyapti. Hozir sizlarga plyaj ko'rsataman. Mana buni qaranglar. Mana bu plyajni bir bahosini beringlar. Endi GoPro'cham sizlarga bu kiroyda bera olyaptimi, yo'qmi bilmayman. No, juda go'zal. Oydan-da go'zal, kundan-da go'zal. Bu palmachalarga nima deydilar? Islom bitta ko'rni bilan uzib berasang ildizi bilan. Bo'lardi, yop ketadi. Yop ket. Shu Filippindan chiqmasang senga bir 15 yil berib yuborsin. Talon-taroj qilayotganing uchun bu davlatni. Faqat kim olib berdi desa, meni ismimni umuman tilingga ola bilma. Hozir bizda mana bu kemachalarimdan bittasiga o'tirg'izadi, aylantirib keladi. Mana nima bo'ldi bu yerda? Nima mojaro bo'lyapti? Kimnidir yo'qolgan. Короче, hozir sal skushniroq bo'ladi, shuning uchun men yetib olgandan keyin yana aloqaga chiqaman. Короче, sarguzashtlar davom etmoqda. Biz hozir kemamga minyapman. Sal tushunmaganim, video bo'lsa, qilyapti. Mana bumi? LGBTlarmi? LGBTlarga hozir hujum bo'ladi biz tomondan. Biz tomondan hozir ularga qarata hujum bo'ladi. Qo'zg'alishimiz bilan men yana aloqaga chiqaman. Eson omon boshqa orolga kelib oldik. Hozir sen kemamdan tushdik. Kemamdan do'stlarimni ham tushirib olyapman. Hozir biz qayerlargadir ketamiz. Men bu yerda prям aeroport bor. Hozir samolyot uchib kelsa, men ko'rsataman samolyotni. Faqa nasladitsiya qilinglar. Короче, вот самолет. Прям близко аэропорт oldida, hozir bizni mana bu mashinada olib ketadi. Qo'lingni tiqib. Olayman. Bemalol lozim.
Короче, biz tushdik. Hozir men bu kvadritsiklarni borib joniga to'zim beraman hozir. Ularni mazasini qochiramiz hozir yoki bular bizni mazamizni qochiradi. Короче, hozir mana shunda ozgina uchamiz. Удобный bo'lsa ko'rsataman, удобный bo'lmasa xafa bo'lmaysizlar. Короче, do'stlar, bizda hozir время chilить. Bu qanaqa degani? Mana bu yerdagi kachelalarda uchish, ovqat yeyish, restoranda, mana bu yerda cho'milish, rasmga tushish, shunga o'xshash hamma ishlarni xohlagan turini qilishinglar mumkin. Hozir qaranglar. Mana bu yerda hozir skameykada uchib keladi, mana bu yerda podastasiga qiladi. Let's go everybody. Ну, короче, shunaqa atmosfera menga yoqqani savol bo'ldi shunaqa. U ham bitta o'rmon, prям jungli bo'yotibdi. Prям jungli. Nima deb o'ylaysizlar o'sha yoqda? Черная pantera, yo'lbars, maymun, ilon, chayon, shunga o'xshash narsalar bormi yo'qmi? Shuni bir o'zingizlarning fikringlarni agar ko'rayotgan bo'lsanglar yozib yuboringlar. Kommentariyaga Borib tutib kelamiz. Lichkagami? Bu lagerda mana bunaqa mashg'ulot joyi и har bitta lagerda domikchalari bor ekan. Если что, yotib qolsak bo'ladi, $10 dan $20 sutkasi. Zato tabiat qo'ynida mana junglini qaranglar. Блин, вообще да. Sizlarga передавать qilyaptimi yo'qmi mana bu junglini? Это что-то нереальное. Qaramang, nima deb o'ylayapsiz? Kim deb o'ylayapsiz meni? Uyat emasmi? Yoshingizni qarang, uyat emasmi? Sal uyalinglar, sal nima qilyapsizlar sizlar? Sal uyalinglar. Shunaqa uchib ketib tepalardan nima gapladim? Короче, всё, armonimiz qolmadi. Sababi uchib ko'rdik. Realni uchdik. Всё, meni qayig'im keldi. Bolalarni ham yo'llarga tashlab qo'yayman. Mana bu junglidan endi boshqa jungliga ketamiz. Yerlarni ko'rdim, menga yoqdi. Shu ostrovni sotib olishim mumkin. Короче, доедем, я выйду на связь, сейчас с ним надо по-жесткому пообщаться. Bugungi kunimiz завершать qilinyapti через рынок. Ertaga 3-4 ta ostrovga borib, 3 ta ostrovlarni aylanib, bu yoqda har xil ishlar qilamiz. Bugungi kunimizni Xudo xolasa hozir bitta ovqat bilan yakunlayveramiz. Va men bu yerda bitta narsaga hayron qolaman. Bolalar stroyni-yu, lekin semiz qizlar bilan yuribdi. Qizlarning hammasi semiz, bo'yi past. Filippinskiy konsta bilan massa. Rosa kashas qilyapti bitta bolalarni. Aka, bugungi videoyimni shu bilan yakunlayman. Hammaga xayrli tong. Bugun xayrli tong, xayrli kun. Cho'milgani plyajga boramiz. Soat 7 bo'ldi. Bugun to'y soat 5:50 da uxlaganman. Sababi men nikah rejimga kira olmayapman. Good morning. Sababi kecha как раз таки soat 5:12 bo'lgandi Moskva vaqti bilan. Men Moskvada примерно shu 11-12 larda uxlayman. Bir sutka uxlamasdan
То есть kechasi полностью bir sutka uxlamasdan целый день yurib, baribir uxlamadim. Hozir sut borib bitta cho'milib kelishdi. Cho'milib bitta keyin zavtrak qilib kelamiz. Ertalab tong sahardan yomg'ir bitta yog'ib oladi. Bularda это zima называется. Bu qish. Да. Kunduz kuni issiq. Что такое issiq? Issiq. I have no idea. Issiq это жарко. Mana shunaqa tema chalaverdi. Do'stlar, nahorga osh boshlandi. Yo, navkar kelyapti. Xullas, parazit, slovo parazitdan yo'qotmoqchiman. Короче, tipa degan. Каждый раз короче desam sizlar, короче berasizlar. Короче degan paytdan berasizlar. Xullas, yablokalik sok fresh. Navkar yomon bo'lyapti. Navkar avjida. Короче, mana shunaqa завтрак. Mana bu yerda yogurt, овсянка, йогурт и, короче, фруктовый фреш. Bu yerda омлет лососем, фрукты, хлеб. Тут сэндвичи, айс-латте, яблочный фреш. У тебя что за сок? Каламаси, лимон. Лимонный? Там лимонный сок. Общий завтрак bizga плюс-минус 2,5-3 ming rublga tushadi 2 kishiga. Получается 25-30 dollar. 15 dollardan har bir kishiga. No, bu yerda bo'lsa части mana bu lokatsiyaga pul to'layapmiz, ovqatga emas, lokatsiyaga. Appetit bilan yeb berardim sizlarning oldinglarda, u ishni qilgim kelmayapti. Shuning uchun men hozir ovqatlanib olib, keyin sizlarga связьga chiqaman. Bugun bizda yana ekskursiyalarga chiqamiz. Biz точка kipeniyaga keldik. Hozir yana kemam keladi, kemada uchib ketamiz. Podpislarni qo'yib tashlaymiz. Bugun havo pasport. Yomg'ir, но при этом душнота, issiq. Bugun plyajная вечеринка, mana shunaqa bosa-bos. Kemamga chiqib oldik. Bugun по островам шикуем. Поедем сейчас в какие-то острова, какой-то еще пляж красивый. Потом будет снорклинг. Today is fiesta of second barangay of Boracay Island. That's why there's so many crowd at the beach. They playing drums. Yeah, fiesta at barangay. Fiesta, Yeah, barangay Balabang. Ovqatlangani keldik. Это сушилка. Это сушилка. Ну или это продают? Да, я думаю, тут Как сначала поносят, потом продают. Hammaga xayrli tong. Yuzinglarni artib qo'yay. Bugun bizda oxirgi kunimiz. Barakayda omlet, arbuz bo'lishi kerak, xleb, maslo, varenье. Bu shokolad o'zimiz olib kelganmiz. Kofe. Бесплатно shu. Agar дополнительно aytadigan bo'lsangiz, уже платно. Biz дополнительно hali aytmadik, shuning uchun bесплатно. Bugun Barakayda oxirgi kun. Keyin biz Sebuga uchib ketamiz. Sebu. Так что еще впереди. Hozir hammasi yaxshi. Давайте. Dollar almashtirgani boryapmiz. Dollarimiz qolmadi. Maslahatim, olsanglar yangi dollar olinglar. To есть, mana bu oqi, mana buni почти hech qayerda qabul qilmaydi. No, aeroportdan tashqari. Sizlarga qisqacha aytib beraman. Barakayda 5 kechasi 6 kun. 6 kun kunimizda qancha xarajat qildik? 220 dollar 2 kishilik bir xona nomer 220 dollarga tushdi. Orqasidan
280 seri $300, ekskursiya, ovqatlanish, tam развлечение shunga o'xshagan narsalarga pul ishlaydi. Plus minus в общем сложности bizda 500 seri $550, 500 seri $600 Filippinda sentridan Barakaygacha uchib kelish, ovqatlanish, otel, ekskursiya, развлечениялар hammasi bilan 500 seri $600 xarajat qildik. Nima deb o'ylaysiz? Qimmatmi, arzonmi? Men adashmasam Samarqandda 3 kechaga otelda o'ziga men 5 millionmi 6 million pul berdim-da so'mda. Men o'shanda jinni bo'lib qolgandim. Bu yerda почти 500 seri $600 o'sha pulga, почти o'sha pulga ham restoran, ham ekskursiya, ham otel, ham развлечение. Restoranlar mana shunaqa bo'ladi. Restoranlar. То есть pizzalar 800, 900, 1000 rubl, 1200 rubl, 1400 rubl, plus minus $10 dan $15gacha. Shunaqa gaplar. Bugun Cebuga uchib ketamiz. Cebuda juda qiziq bo'ladi. Cebu arzonroq deyishganday qilyapti chem Barakaydan ko'ra. Tak, biz boshqa plyajga keldik. Barakayda bu ham. Короче, biz пока Barakaydamiz, faqat bu chekkasidan bu chekkaga keldik. Bu yerda cho'milib bo'lmasa kerak. Bu yerda вот только mana parashyutchani olasizlar-yu, surfing qilasizlar. Мне кажется, тоже четкая вещь. Так, biz bu Barakay orolidan chiqib, endi Cebu oroliga ketish uchun bitta mototsiklga o'tirdik. Esinglarda bo'lsa, bunda keluvdim. Oldida o'tirib kelgandim, но orqada что-то не прикольно и не безопасно. Hozir aeroportgacha bir amallab yetib olsak, keyin Cebuga uchib ketamiz. Paka, mana shunaqa gaplar. Chill. Rossiyani tark etgan benzin zapravka kompaniyalaridan bittasi. 150 peso berdik. Necha aytsa, 150 peso bu 100 rubl. 100 rubldan yetib oldik. No считай, biz turistlarni orqasidan bular это дорого даже. 20 peso turadi bu. 10 peso, 20 peso kuchuni bosaman nima bo'lsa ham. Tak, aeroportga kirib oldik. Starbucks kofedamiz. Tamozniyada ishlaydigan ayollarga kartochka qilib bergan Starbucks, чтобы kelgan turistlarga, платежеспособный turistlarga kartochkasini berib, zamonit qilib, короче, уже bu yerda Starbucks borligini ko'rsatish, чтобы Starbucksdan kofe olinglar iltimos degan gapni xodimlar aytayapti. Интересно, sababi местный народ hech qachon menimcha себе не позволит. Starbucks, ну, bu yerda 260 peso, bu degani 550 600 rubl kofe. Все, unda Cebuda ko'rishguncha, ko'rganda ko'rishguncha. Ustos, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Filippindan salom, Sheerda ham hamma Shahmozaga, siz qalay? Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Rustam aka. Qanday bo'lyapti dam olishlar? Zo'r. Mana xudo xohlasa o'rganyapman, keyin sizlarni bitta komanda qilib olib ketaman. Xudo xohlasa. Kitovoy akulalar bilan cho'milgani boramiz. Paka men bir cho'milay. Tirik qolsam keyin sizlarni olib boraman. Hamma kun o'qishlarni o'sha yerda qilib kelamiz-da, kemaslarni bura ko'p ketaman. Gap bo'lishi mumkin emas. Все, kelishdik.